Hammaga assalomu alaykum. Meni ismim Yusufjon. Koreyada 8 yildan beri yashab kelyapman. Koreyada boshida til kursiga kelib, bakalavriat 2 yo'nalishni bitirib, hozirda Koreyada biznes sohasida xalqaro sotuv bo'limida ishlab kelmoqdaman. Bugun sizlar bilan Koreyada ishchi viza bilan yoki student viza bilan kelib, Koreyada ishlashda eng kerak bo'ladigan narsalar, birinchidan ikkinchi etapga o'tish haqida gaplashamiz inshaalloh. Ozroq vaqtlaringizni ketkizib ko'rsalaringiz inshaalloh aniq samarali bo'ladi. Birinchi o'rinda Koreyaga kelib sog'-salomat ishni boshlab olganlaringizdan keyin ishchi vizalarga keladigan bo'lsa, ishchi vizalar ishlaringizni boshlab olsalaringiz eng katta beradigan, birinchi o'rinda beradigan maslahatim sizlarga ko'pchilik, men o'zim ko'zim bilan ko'rgan tanishlarim, real kes haqida gaplashaman. Yoki bittasi qo'lini sindirib olgan bo'lsa ham, lekin o'sha ishga chiqib ishlayapti. Koreya qonunchiligida agar siz ish vaqtida qanaqadir jarohat olasiz yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, sizga polni sug'urta tomonidan hamma rasxodlarni to'lab berib, kamida o'sha ishlamagan paytingiz ham sizga oylik yoki boshqa narsa chiqarib berish kerak. Bu ishchi vizadagilar uchun. Student vizadagilar uchun maslahatim, boshiga kelib turib reski shoshilmanglar. Ish hammasi topiladi. Endi ishga yaxshi tezroq kirib ketishni hamma istaydi, to'g'ri, lekin ishga tez kirib ketishdan oldin birinchi vaziyatni ko'ringlar, muhitga joylashinglar, qonun qoidalarni ozroq bilib, keyin ishlashni boshlaganlaringiz yaxshiroq. Koreyslar va Koreya madaniyati haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, avvalambor o'zlaringizning qonunlaringizni, o'zlaringizga kerakli bo'ladigan narsani bilib, talab qilib so'rab olsalaringiz koreys bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Sizlarga hech qanaqa qilishni gapirman bilmaydi, yomon narsa qilaman bilmaydi. Bular to'g'ri bizning dini bilan madaniyatimiz boshqa bo'lishi mumkin, lekin yaxshi odam yoki yaxshi gaplarni yetkazib berib, yaxshi odamlarga ko'rsatib berib biladigan bo'lsalaringiz, bular ham odam. Unaqa yomon ko'rib kim narsa qilmaydi. O'zi uchun bilish kerak bo'lgan eng kerakli qonunlarni sanab o'taman. Birinchi o'rinda ishchi vizalar. Ishchi vizalar sal oldin aytganimda, qanaqadir jarohat oladimi yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zini qadriga yetish kerak. Qo'shimcha ishlab turib, oyligini yoki qo'shimcha pulini bermaydigan bo'lsa, bularni ham berishi shart, bermasa bu nelegal hisoblanadi. Kamida kimongim bor, belgilangan summa o'shandan kam oylik bermaslik kerak. Shularni ham ko'rganman, oyligi kam. Koreyada belgilab qo'yilgan summa bor, hozir 2 million 100 qancha adashmasam, agar 2 million 100 qancha bondan kam beradigan bo'lsa, o'shancha ishlamagan taqdiringizga ham sizga o'sha firma o'shancha pul berishi kerak. Studentlarga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda qaysi viza bilan kelganlar, student ham 2-3 xil har xil turlari bor-ku. Qaysi viza bilan kelganlaringiz, qonuniy qancha ishlab bilishlaringiz, qaysi ishlarda ishlab bilishlaringiz, qonuniy ishlab yoki noqonuniy ishlab qo'lga tushganda nima qilishlaringiz kerak, mana shu narsalarni birinchi o'rinda bilishlaringiz kerak deb o'ylayman. Yana ko'pchilik mendan savol beradi, Koreyada qaysi shaharga yashashni tavsiya berasiz yoki qaysi shaharda ishlar ko'p? Qaysi shaharga endi men qaysi shaharda ish ko'p, qaysi shaharda ish yo'q deb aytib bilmayman. Lekin bitta narsani kelganlaringizdan keyin aniqlashni yoki kelishlaringizdan oldin yoki kelganlaringizdan keyin aniqlashtirib olishlaringiz kerak. Sizlarga shahardan, ya'ni poytaxtdan ish kerak. Poytaxtga yashamoqchimisizlar yoki sal poytaxt bo'lmagan viloyatda yashamoqchimisizlar? Mana shuni o'zini farqlab, qaysi bir sizlarga mos kelishini bilsangiz, mana shu ikkalasidan bittasi ham yetadi yoki o'rtasi ham bu poytaxtga, ya'ni poytaxt deydi-ku, o'sha poytaxtga yaqin bo'lgan viloyatlar. Mana shularning farqlari yoki qaysi birlari sizlarga mos kelishini aniqlashtirib olsalaringiz, o'sha yerda bemalol yashab ketishlaringiz mumkin. Aytib o'taman, poytaxtda sal uylar narxi qimmat, lekin yeyish, kofe shoplar, fitness zallar bular sal arzonroq tushadi. Poytaxtdan sal 50-30 km uzoqroqda bo'lgan joylar esa uylar narxlari arzonroq, lekin ozroq yeb ichish, zallar bunaqa sal ozroq qimmatroq bo'ladi. Sal chekkaroq joylarda bo'ladigan joylarda esa endi bu yerda uylar arzon, yeb ichish ozroq qimmat, yeb ichish, zallar, magazinlar, shunaqa narsalar qimmat emas, lekin shular nima farqladi? Asosiy uy qimmat bo'ladigan bo'lsa, yeb ichish, boshqa kofe shoplar, fitness zallar, mana shunaqa arzon bo'ladi, lekin uy arzon bo'ladigan bo'lsa, fitness zal, boshqa narsalar qimmatroq bo'ladi. Ish ham bu yerda arzon bo'lib, bu yerda qimmatroq bo'ladi. Ish kunlik beradigan narxlar yoki oylik beradigan narxlar. Umumiy qilib aytganda, qaysi shaharda pul ko'p beradi, qaysigadir kam beradi degan aniq faktlar yoki aniq ma'lumot yo'q, lekin nisbatan ko'proq berishi mumkin. Yana sharoitlaringizga qarab, o'zlaringizga mos keladigan joylarni tanlab o'sha shaharda yashashni tavsiya qilaman. Ko'proq o'zbeklar o'zi Teguni Kyongsan shahrida, ya'ni sal chekkaroq bo'lgan joyda ko'pchiliklar yashaydi. Pashto o'sha yerda o'zi Kimay o'sha taraflarda o'zbek mahallalari ham paydo bo'lgan. Buni yaxshi taraflari endi
o'zbek oshxona topishga qiynalmaysiz, yeb ichish, boshqa halol oshxonalar, halol narsalar topishga qiynalmaysizlar. Bular yaxshi. Agar ozroq bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, подписка qilib ketishlarini so'rab qolaman. Inshaalloh bundan keyin mana shunaqa videolarni buni ikkinchi qismi ham chiqadi. Shu va bunga o'xshash har xil men 8 yil mobaynida yig'ib kelgan ma'lumotlarimni, shu bazalarni hammasini sizlar bilan realni ochib, ulashib ketaman inshaalloh. Podpeskada bilib turasizlar degan umiddaman.